Qaranglar, Taxta bozoriga kelganmiz. Qumtepa Taxta bozori. Shipirlar narxini bemalol surishtirishlari mumkin. Pastda nomer qoldiryapman. Nechtasiz hammasini yetkazib berishadi. Ko'proq olsangiz dastlabkasi ichida ekan. Shipirdan tashqari rekalar. Reka, strapilar, pol taxta xohlagan mahsulotingiz topsangiz bo'lar ekan. Battan ko'ryapsizlar, u yerda menimcha rossiyskiy desiz, rossiyskiy, O'zbekistonniki desiz, O'zbekistonnikini ham berishar ekan. Hattoki orqa tomonda teraklari ham bor ekan. Mana shuni bitta ichkini ko'ramiz. Chap tomonda orqada ishlashyaptilar hammada. Teraklargacha bor ekan ona. Xullas kelasiz, uy quradigan bo'lsangiz, mahsulotni olib ketaverasiz. Mana hali qimmatidan pol taxtani. Buni qarang. Xuddi boru pechenniga o'xshatib chiqarib berdik. Mana desam, bu Rossiyadan keladi. Primoy. Aytiblar hammamiz uni anaqda teraklar ham bor ekan. Nomer qoldiryapmiz. Nomerga telefon qilib, bemalol kelib, so'rab, narxini bilib surishtirishlari mumkin. Qumtepadan Taxta bozoridan olishlarini misol bemalol olsalaring bo'ladi. Sababi narx arzon bo'ladi bozorda, konkurent ko'pligiga tushib berishadi. O'sha gap. Mabodo ko'proq olsangiz, dastlabkasi bepul.